Assalomu alaykum, Okean televiziyasining san'at qumar aziz ko'ruvchilar, naq maydondagi yosh do'stlar, ko'rayotganinglar Okean televiziyasi yangidan yo'l qo'ygan Cho'lpon Keldi programmasi. Ben program riyosatchisi Nurali Hasan. Programmamizga bugun alohida bir shaxsni taklif etdim. Hozir seni chiqsam men bilan qiya-chiya bo'lib chekramizdan kulgilar yuguraydi. Oldi bilan shunday bo'lsa bir ta'sirli deyman. Munda deb berayam. Biz o'roqlarga itot, kino, televiziya, teatrlarni qizg'in ishtiyoqimizdan ko'ramiz. Deb bilsam bilmaysizlar aqcha. Masalan, bunda deb bilsam-chi, Vurut biri mendan yo'g'on. Qilsa maqol tamsil tarjima uchaylarni to'qiymiz shu an. Topdinglarmi? Kim o? O bo'lsa davlatlik birinchi darajalik artist, Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi, betakrar san'atkor Abdukerim Ablaz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sen bilan quchoqlashib ko'rishyapsan. Bek chondiryapsiz meni. Ko'tarib turayman. Hoş geldiniz aka. Rahmat. Qo'rqol kamdan zaqcha. Ablasan ashlama qavash kelsan bo'tgan nafasini chiqarib ben. Demek çoğunum aka aldı bilen naq maydondagi bir do'stlarga, yoshlarga bir salomingizni yo'l bersangiz, ankin rasmiy bir yaqib kelsam. Bayatına ketmoq taqin nesi keldi rasmiylashganda. Assalomu alaykum. Har qachonlar bilan bugun mana shu OK televiziyasi orqali biz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga shod-xuramlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat aka, rahmat. Akamda jin gapga kilayman. Bir do'stim maqal abi bir muncha maqol tamsil bir narsalarni berganda men tarjima qilib bersang deb mening xanzuchi saviyarim toz yaxshi emas deb. Shuni bo'lsa bir yordam qila olasizmi aka? Bo'ladi ukamadi, men podqonlik emas, Şinjan'da mening oldimga turgan tarjima yo'q. Bo'ldi aka, unda boshlayman. Munda bir maqol tamsillar bor shu bu yerda. O'lmakning ustiga tepmak. Ha? O'lmakning ustiga tepmak. Sil yo'q tipigu dem. İkincisi, anangni dadanga pədazsız göstərmə. Mana bunu tərcümə olmadı. Tutub aldım, yama yerdən birini tutub aldım. İkincisi, at Aylıxanğa, yol Sarıxanğa. Ma Aylıxan ne var? Yol Sarıxan ciberdim. O da olsa çaşqandan ölgüsü gəlsə müşünün quyruğunu işləbdi. Lav şu sıdı şu xo. Şu modu viva. Rahmat aka, rahmat. Axırqısı. Bu hiç olmadı, aldın ala olsun, dep qoysam hem terror qoysam bulmam deyma. Naq meydanı sınaymız. Sen bende intamili tutsan da, he? Evet, kardan, evesi. Degендek, onda olsa aka keyingisi, tişana barda göşe, közona barda şəhərkü. Tişana barda... Şəhərkü. Göş. Yayçı yuduşuğu çırro. Kenço? Közona barda şəhərkü. Yencon yuduşuğu kenşice. Rahmat aka, rahmat. Siz chiqiblam boshqacha bo'lib ketdi programmamizdan kayfiyati. Aba shunda hammisimiz o'tiribdi-ku. Siz chiqiblam mayli ishib ketdi. Rayfga meni ko'zim bilmaychilar hozir. Rahmat aka, oldimda o'tirishni taklif etsam. Men shu o'tiramda. Ana, sen o'tir. Mening oldimda o'tirib olding, baxtimga o'tirib qo'ymishman. Rahmat aka. Unda bo'lsa, qo'lashmagan maqol tamsildan bir muncha o'tib qoldim. Buni hammasi chaqchaq qo'y hamda. Doğru şunla. Xanızcım bulamışda bula akamda. Oturup olsan ne? Şükür hanım boz İngilizcenin gibi qıtdın. Aka birine sonra bakayım. Bu şey yakından beri itot degan narsa faqat chiqmayotdi ku hamda. Nereden chiqmadi? Sanidan. Faqat chiqmayotdi. Kino, televiziya, teatrga boshchilablam kirib ketdingiz. Nima oldu bu? Nima ketdi bu? Babur ya sen çıkmışsın. Manda gefkan. Ben itot oynamaslıkımda hiç kanda sebep yok. Hem birisi şaraitinin azırak yar vermevatkan bir yer var. Lekin onda digenim ben itot yazmadım digelikім emas. Hazır benim yazıp koygan itotlarımdan müşta itot var. Ben 2012'den başlap, bana 2017'de. 2017 yılımı birinci ayının 2. günü. Aslında her yılda birinci ayının 1. günü bir itot yazıp kırdan bir kaydan batı şu. Mesela yeni yıldan başla itotundan. Bu yüzden birinci ayının bir ben sırtı kumuldup kalgalığım için kelip de 2. günü yani itotun birini yazıp koydum. Çıkanda da. Nemişka
bu itot meyli men sahneге chiqib oynamay qo'limda bor. Bu ilg'itki go'sht. Qachon yegim kelsa, shu vaqt yelaymiz-ku. Hamda buningda boshqa cho'ng sababmi yo'q. Ham birisi itot o'zimizningki, men o'zim yaxshi ko'radigan, men o'zim dastlab o'qigan kasbim shu drama aktyorlik. Undan keyin Beijing kino institutida kino rejissyorlikni o'qib keldim. Bu rejissyorlikni o'qib kelgandan keyin men o'zimga bir besim bo'ldi-ku. Chunki hamda men itot deganimiz o'zimizningki Uyg'ur xalqimiz, undan keyin qarindosh millatlar, andimish o'tir Osiyodagilar ko'radigan narsa. Ammo kino deganimiz bu xalqaroliq cho'ng tema. Am buningga ancha-muncha bizning kuch qo'shish majburiyatimiz bor. Endi necha vaqtdan beri biz kichikroq doirada bo'lsak, buni mening o'ylaydiganim sal cho'ngroq bir doirada yana bir narsa qilish. Men ancha oldin televiziya ekranini, tordimi ish qilib bir tomoshabinlarimizga va'da bergan. Men cho'qim Beijing kino institutini bitirib kelgandan keyin yaxshi bir asarlarni chiqarishtirishim deb. Mayli men o'zim rol olay, mayli boshqalar rejissyorlik qilsin. Har holda yaqinda yog'i tomoshabinlarni bilyotdi. Bizning mayli pul degan shunday narsa degan filmni ishildik. Mayli boylik rang degan televiziya. Uy ishchi komediyalik televiziya teatri. Ham bu bir boshlanishi. Ham bu narsalarimiz mayli yaxshi chiqsin, mayli yomon chiqsin. Buni cho'qim buni boshlamchilab mangadigan bir odamni kerak. Unda deb men o'zim boshlamchilab mangdim deganligim emas. Chunki men o'tganda o'zimning undarimga yozib qo'ygan bir gapim bor. Eliq tikanlarga desep yo'l ochqining kelgusi avlodlarning xushbiroq buk baraqsan yo'lda menish uchundir deb. Demek ki oğlum biz mayli sharoitdan foydalanib o'zimizning mayli kino televiziya san'ati olsun, mayli kinochiligimiz olsun, buni endi bizning majburiyatimiz. Demişki deganda bizda bizning Uyg'urlarda hammamiz aktyor desak bo'ladi-ku. Mush tug'ilganlarning hammamiz aktyor deyalayman men. Demişki desa bizning mushal o'tag'an mana mush bolalarimiz, endi sing'illarimizda hammasi etot o'ynab baqqanlar. Manda sen balkim biz qachon etot o'ynagan deb o'ylashingiz mumkin. Kichik vaqtlarimizda masalan Qashqar tarafda mehmondorchilik o'yin deb o'yin bor. Masalan o'yinsiz o'yindiq deydigan o'yin bor. Shu vaqtida men Amsterdam o'lma sen bolam bo'lsayjima, men seni etot o'tama sen pon qilsa o'lsa deydi, men da'vat qilgan rejissor. Ar rol olib o'ynayotgani bizning shu vaqtdagi aktyorlarimiz. Demak, Uyg'ur millatininki qinida san'at degan o'jari bor. Endi nurg'un ba'zi narsalarni ko'rdim. Ba'zi odamlar san'at bizning boyligimiz, borlig'imiz emas degan gapni bakchiq angladim. Lekin bizning san'atkorlarimizning ichidagi hech qaysi san'at bizning boylig'imiz degan gapni, borlig'imiz degan gapni deb baqmadi. Buni faqat shu mayli kimyosin, shu digichi, shu o'zi ijod qildi bu so'zni deb qaraymiz-ku. San'at bizning borlig'imiz emas, boylig'imiz deb. Biz azaldan san'atni biz borlig'imiz deb olmadik. Odam tug'ilib toki o'lguncha san'atdan ayrilmaydi. Nemiz qadisa, masalan bir bovoq tug'ildi. Biz bu bovoqni chiroyli yo'gidoq, zakilidoq, mushning o'zi bir san'at. Odam tug'ilib toki o'lguncha deshingizsa, eng oxirida biz odamni kepallab yerga qo'yamiz. Mushning o'zi bir san'at. Bo'lmasa bo'riq yo'gab, yo bo'lmasa ko'ylab ko'mbitib to'pchichirasak bo'laverdi. Masalan, ailemizde esaq, mayli kiyim-kechak olsun, uylarimizning bezilishi olsun, hatto bir qancha lag'manni çıksak şunun tepsi qo'rmonimi nay chiroyli gul keltirib bizning ayollarimiz, xonim-qizlarimiz echqidi. Mushning o'zi bir san'at. Ustellarimizning ustiga har xil nazimatlarni bir-biriga keltirib gullarni gul chiqarib tuzdi. Mushning o'zi bir san'at. Bu odam san'atdan ayrilgan emas. Bu san'atni biz hech qanday yeklaydigan yerimiz yo'q. Ba'zilar naqsh etsang yomon bo'ladi, uni qilsang yomon bo'ladi deydi. Men shundan so'rab baqqan bo'chu. Masalan, men sendan so'ray, shuni vakolatan. Men onamni yaxshi ko'rmay desang bo'lam bo'lmamdi? Bo'ldi. Unda vas men anamni yaxshi ko'rmasam bo'lmamdi? Buni shunaqmi? Sening uslubing bo'yicha men anamni yaxshi ko'rmasam bo'lmamdi? Demak, bu bizning mayli dinimiz olsun, mayli bizning siyosatimiz olsun, muxolif kelmaydigan, so'kmaydigan. Uningdan keyin o'sha inoqlik, ittifoqlikni madilaydigan, o'zimizning ota-onalarimizni muhabbatni ko'ylaydigan narsani aytsak nima ish bo'lmaydi. Bu meni cho'qim bo'ladi. Bu ilqi adabiyot sanatsiz o'tgan hayotchi bu ilqi bir ma'nisiz. Hamda unda hamma odam cho'qim ilq adabiyot san'at bilan shug'ullansin deganligim emas. Dunyo hamma narsa tekshir bo'lgan vaqt uni go'zal ko'rinchi. Bu bizning cho'qim olimlarimiz bo'lish kerak, muallimlarimiz bo'lish kerak, san'atkorlarimiz bo'lish kerak, o'qituvchilarimiz bo'lish kerak. O'qituvchi bo'lib, ya'ni o'quvchimiz bo'lmaydi. Shunaqmi? Masalan, olimlarimiz bo'lib bu ishlaydigan, ya'ni ishchilar bo'lmasa bo'lmaydi. Demak, bu dunyoda hamma narsa birga kelganda uningdagi mukammallikka yo'l olamiz. Mening o'ylaydiganim, etotlarimni o'ynashimning sababi nima bo'lsa, bizga, odamlarimizga mush ro'yjatdan ko'tarish menimcha sal muhim. Hamda birdan-birimdan kuldik, chaqchaq qildik deymiz. Ishdan yerib kelganda o'quvchilar bo'lsin, o'zlari charchagan vaqtlarda ancha-muncha ko'rib, birdan bir kulsa, azroq bir charchagan o'jarlar, nervlar o'lsa,
Şunun o'zi hamda biz ancha-muncha bir xo'shallik his qila olsak, bu bizningki cho'ng xo'shalligimiz. Hamda biz nurg'a odam o'ylaydi, Abdukarim abduz shu etotkechilik o'tkazib, nurg'un pul tepib ketdi. Etotkechilik o'tkazib, hozirgacha nurg'un pul tepib ketgan yerim yo'q. Lekin Hatta har qanday e'lonni gapini qilma. Mayli har qanday etotkechilik qilsin, mayli naqshlarimiz bo'lsin, mushulning hammasini qilayotgani nima desa, o'zi nurg'un mablag' silib, shu plastikani ishlaydi shu qatorda sanma bor. Sen o'zingning plastikangni foyda olib baqdingmi? Yo'q. Sening foydang nima desa, bizning tomoshabinlarimiz mana naqshni yaxshi aytibsiz Nurali desa, shu sening foydang. Chavakni qanchalik jiqchab bersa, shu sening foydang. Odamning odiq shundan chiqadi. Undan sen balki Mavul Abdukarim kam yolg'on gap qilib bizga foydammidim dedi deb o'ylab qolish mumkin. Masalan biz shu xalq sarayini desak 2400 kishilik zal. Ay zalda men azaldan etotkechilik qilsam, eng yuqori biletni 200 ko'ydan ashirib baqmadim. Eng to'yin bilet 50 ko'y. Aşı hisoblab baqsaq, uning ichida yana 1-200 tal bilet, bu yerning, ayaning, mayaning deb turib ular ketadi. İşleydiğin adam şu günün özde yok degende 100'lik adam işleydi. Mayli operator olsun, çırakçı olsun, elde ekran deyimiz, hemen nesli pul kilodu. Senin çıktığın çoğun pul verişimiz gerek, hak verişimiz gerek. Demek bu keçilikte mayli adam kançılık cık kırsın, 2-3 adam kırsın, bu bizim kayızgen meblağqa yetişmeydi. Bu fakat burun nemeden çıktı dese, plastinkilden çıktı. Hazır plastinkilne igziş mümkün emez. Bir tal bizning haqiqiy plastinkimizga hazır yok degende men çıkarıp kalsam belki biz 20 ming taldan 30 ming talgacha saqlasak chiqadi. Hatta nurg'un odamlar bor, Abdukarim abduz to'ymas. Chiqqan akşamdan bir etotni chiqarib bizni aldapti deb men amaliyotda yoki bir naqsh plastinka chiqarib baqmadim, hozir qarsam Abdukarim abduzniki naqsh plastinka deb setibdi. Ba'zi vaqt qarsam bu etotni ba'zi narsani kirishtirib bu Abdukarim abduzning o'qitdiki. Yana bir kun qarsam birisi yakanga bosam bir so'rdi. Abdukarim aka sizniki shunda disko plastinkangiz chiqib ketgan bormi? Ben bu bunda nasıl bakmagan desem ataytım bir yer apırıp koyup qarsam, elek DJ deytken sloğa. Şunun arasına kopap elek emek tutta kimden jungang çıkırgan kılıp. Hemen bunu elek satkan narsımı men elek çokum menin qilgan emgekimni hurmat qilmadinglar deb men boshqa o'xshashchilik qaqshashmak istim yo'q. Nemishqa? Mayli o saqt plastik olsun, mayli qanday plastik olsun, mening o'ylaydiganim biz matrepdan o'zimizning qanchalik xalq ko'rsa, men shunga rozi. Men azaldan deb qilayotgan narsam shu. Uni boshqa yerda yana bizga berdi shu. Bunu tapalaymiz. Çünkü bana 2006 yıl mı 2007 yıl manda bir iş ta'sir qilgan. Men bir VCD aparat satadigan bir ağınımız var, şunu dükkana kirsem. O otursimdan to'saqliqken ishkap bilan. Alt tarafda hamda shu bir narsa sotadigan yer bor. Biz kendi bir ishxona qilib ketdik. Shu yerda parangiz o'tirdim, o'tirsam birisini so'di. 2007. Men demak 10 yil o'tib tashlangan. Qandaroq tijoratingiz debdi. Men 3 oy bo'lgan, hozirga dastlab qilib boqmagan. Abdukarim abduz yana bir etotkechilikni chiqaribdi. Bugun sap 600 koy paydo etganman, ko'mir elib oldim dedi. Degandeki men ko'zimga lig deyish keldi. Nemishqa, men bilib bilmay, shuning g'oyatdan chiqibdiman. Mening boylig'im shu. Chiqib aytgan vaqtida etot o'ynash, yana gapim kelsak, men hergiz qasddan to'xtab qo'yganligim emas. Bu çoğum ben bu etotni vaqti kelgan vaqtida men hamma narsam tayyor, buni men chiqsam bo'ladi. Hozir ham hammamizga ma'lum. Men balkim yana bu yil yana bir filmga tutush qilyapmiz, bizning rejissor Arslon Abdukarim bilan. Oldingi yili ham bu asli demaydigan gapni divdayam. Shu degan shundoq narsa deb film ishlagan. Biz endi bu filmni 8 yilda tayyorlik qilib, aran ucha chiqargan. Asli bultu işlemek olan yana bir film var. O hanzuçisi Çenzaylı Şampo. O 150 Şampo. Kaç kişi? Taş degen şundak narsa deb. Bu da şunun keynini işlemekçi. Bu çoğun film. Hem de o filmni işlegendiyken meningçe pul degen narsinin kim o nayet yaxşı ünüm boldu. Mesela ben hazırki Avrupa devletlerine çıkıp bakmagan. Fransiyada, Paris'de kino festivalda bizim bu film mukabbat karıştı. Angliyaning Londonda mukofot kirishdi. Hozirgacha bizga bunda fursat nayt az. Uy biz borgandan keyin mukofot desak balkim Abdukarim akam u yo'q deganda 1-2 million faqat deb o'ylash mumkin. Bizga bergan narsa bir qog'oz bilan bir dona lo'nqa. Bizga shu yetadi. Demak, odam hamma narsani pul bilan ifodalagan olmaydi shu. Bizga bu shon-sharaf kerak. To'g'ri. Hiç bo'lmaganda Angliyada, Parijda, Parijda şu filmni naq maydonda qo'ydi. Qo'ygan vaqtida tikka fransuzcha xatni urib qo'ydik. Shunda kulib, nəhayət qızğın keyfiyyət ko'rgandan keyin o'zimizni bir xo'shlab qoldik. Nemishqa bir
Müşahidin ayrıtman qotlasak 10 neçə saat yol жүріп bardığan aşağıda bizim bir filmimiz qoyulub, aşının bir alqışqa erişken vaxtıda meyli rejissor Arslan Abdukerim bolsun, meyli mən bolayım, meyli Xurşid Turdi olsun. Biz nəhayət ayacalanıb ketdik. Bəzide adamga iliqi pulla emas, muşunda ancha-muncha şanşirepmi kerakkin. Bu yalnız bizgil emas, hammamizning şanşirepi deb qaraymiz men. Şuna kinochilikqa azroq yana bir tirishqini vaqt bersang fikrim. Bereyman. Rahmat aka, rahmat. Yaqinda berib qarsam, omadga xo'sh kelibdi deb Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi kutibsiz. Oyuncularlar görüp tutuq, suyunduq, faxrlanduq aka. Onundan başqa Şarılxanlar avaz verkisibsiz taqa. Şarılxanға bir emas taqa. Bu film manda bir zürriyet bilan menga to'g'ri kelib qoldi. Bu mamlakatning amirida bu Şarılxanning ishlagan shu Asabiy Mastan degan filmini bu to'g'ri dag'dum qo'zg'ab, bizniki tomoshabinlar bilan yuz ko'rishish maqsadida ish kirdimi? Danglik çolpanlarımızga avaz vergizibdi. Mesela Şarılxanning avazini Wang Bochang avaz veribdi. Wang Bochang bilmizmi? Shu sando. Chiroyli artist, engib turdi. Shuni olama Şinjan Uğur Abdumuraylik kino film tartish qo'yish shirkati, Wang Bochang bergan ekan, buningga Abdukerim Abduz berib bersa deb bunu degandik men kunduzda men film ishlatgan. Shuni bilan uning ustiga tunji ishkin cho bu. Mamlakat bo'yicha hamda shu filmlarning taqilishi shu bir kunda qilinish bu tunji ishkin. Butun mas qadamda taqildigini. Uyg'urchasi, xanzurchasi shuna bu tunji sho'g'andikin bu tunjishdan qo'rqog'im kelmadi. Gerçi kunduz işlesem o keşte şu keç avaz verip bunu tuttum herhalde ben özüm körüp bakımda kontrak çıktı ki bu. Kentarlı qatida. Ras şu avazı verip tutam ben ertesi Xotenge nağır avaz yanırgan joyda bir film işlegen. Şunun koyup kaldım ertesi degende. Şunu ras körüp bakımda. Körüp bakımda avaz. Lekin tushdi deb qaramsiz avazga. Avaz hakimga. Belki tushgan bu. Şarılxan taqı to'g'rilab telefon qilmadi men. Akası şu öydü mü, ayıldı mı müştak yumursiz karakteriniz var mı ya ki del eksçi mi? Tamam. Bunu bana fotoğrafda sorup basalım. Allah'ım. Rukiye'den de bu. Böyle adettelik ayna qarab turib özüm yaqin bo'lgandikin, shunda suv bo'lmaydi ekan. Deymagam dedik, ba'zi odamlarning ekrandagi karakterlar turmushda dal eksçi bo'lib qolgan. Endi ekrandagi karakterlar turmushda cho'qim farq bo'ldi ukam. Nemishqa deganda bir yaxshi aktyor bo'lish uchun u o'zini sahnaga chiqish bu xato. O men cho'qim Abdukerim Abduz deb shu Abdukerim Abduz petilmansam bo'lmaydi. Men cho'qim sahnaga chiqqandan keyin shu obrazga xos, shu obrazniki men o'zi deb turib rol olishim kerak. Ayada men Davut rolunu oynagan bolsam men cho'qim Davut olib chiqishim kerak tomoshabinlarning oldiga. Va o'yida cho'qim Abdukerim Abduz bo'lmasam ukam chataq chiqadi. Rahmat aka. Eg'zon suv qurib ketgan aka asalchining aslini bir ichib beray. Cho'ng bo'lsa rahmat. Ruqiyadan to'g'riliq bir savol. Ruqiyadan asli kasb o'qiganmi yoki Ruqiyadan Ruqiya asli o'qigan kasbi bu balla ma'rifat o'qigan. Balla ma'rifat o'qigandan keyin kim bu kasb almashtirib bizningki Tangirtaq kino studiyasiga xizmat tushdi. Onundan keyin bu xizmat tushgandan keyin Arliqda Ruqiya Abul Qosimningmi ham ustozman. Bularmi aktyorlikda. Avval men o'zim tarbiyalab chiqdim. Mening o'zimning shogirdlarim qatorida. Uni tarbiyalab bo'lgandan keyin texnik mukammal sistemli qo'shish uchun Şinjan san'at institutininki drama aktyorlik bunda o'qib, oliy texnikumning diplomini olib bo'ldi. Yana davomli tirishib, hozir maxsus kursinikida o'qiyotdi. Bu tugisa mening o'zimni oldimga o'tkazib deb, aspirantlik to'xtayimga da'vatim. Chunki bir mukammal o'qiysan dedim bu. Başka fikir var mı ya? Okuyversin. Ya, okuyversin lan. Sen de sen okusun, bomuz az toptukun. Hoş aka, rahmat. Demek şu Ruqiyadan siz ustazi. Demek şu müştemana çıktı o bir yerden. İşkanlar kanda tanışık. Şu yolda gidip bıraktıkken Esselamu Aleyküm sen, Aleyküm Esselam dedi. Şimdi şu toy kıldık, onun diken tanışıp kaldık o. İşte tuyuqsuzdan, işte iştikdan. Da bir aylık muhabbet hikayeleri bu bakmağın mı? Sen ne mi kılasın yaşlıkım neslinde? Bunun bir hikayesi buludu arkandan aslında. Ben aynı çağda biz Kurban Tulum'dan Beyjan'a Sefir diyen filmini işlep, biz Keriyag Bağan. Keriyag Bağan vaxtda ben vaxtda o filmdeki muavin rejissori. Bu benim çok tuttuk film. Şu vaxtda şu artist tallaş münasebetiyle Keriyag'ı berip, şu özemgi
ayol tanlığa oxşamdı mı? Şu bana sebep bilen endi nikah aytamiz. Şu vaqtda tanışıp onu dikimiz to'y qilgan. Taqdir. Taqdir. Endi Ruqiya adam qanday tuqqan deb so'ramsa, Xo'sh aka, endi mana bu programmamizdan bir bölük bor jo'm. Buningda shu maxsus mushtaq shaxsiy ishtirans to'g'riliq so'riladigan bir qancha savollar bor ekan. qo'lingizda fukamsiz ishko'liq shu ekanda, ha? Mumkin bo'lsa bir so'raytaymi? So'ratsam qo'y fukam o'tganda yo'q. Bo'ldi aka. Siz bu yil qancha yosh? Qancha yosh? Sen fukam jihi nazarda ishlamsa yoki men programmani yasatsinmi? Bilgim bor. Men fukam bu yil shu 3-oyning 27-kuni kelsa, saq 47 yoshga kirgan 350 deymiz. 3-oydan mijozimiz o'xshaydi aka bizdan xarakter. Nimaning chiroyimiz o'xshaydi ekan? Xo'sh, unda bo'lsam, keyingi savolga o'tib ketaman. Yillardan beri sahnada o'ylanib kelgan etotlarning hammasini o'zingiz yozganmi yoki boshqalarning ispaga etotlarim bormi? Hammasini o'zim yozgan. Hammasini. Shunaqa eng burunqilik Rona markalik Jusay Mantisdan boshlab, hozirga kelguncha. Eng oxirgilik Meyip degan kelguncha. Araliqda bir ikkisini boshqalar yozgan, lekin men o'zim o'zgartgan. Masalan, ilqama o jiddiy tayyorlik degan etotni buni bir qiz bola yozibdi-ki, lekin yozgan vaqtda undaylikqa meni 5 odam o'ynaydigan yozmagan. Uni shu 5 obrazni ekan to'qu. Men uni o'zim o'zgartib, qatadgan qetib, to'pidan ustini ishlab, onu degan o'zimninki maharatini bir sinab beqish maqsadida o'zim 5 rolning hammasini elib, o'zim bir o'ynab baqqan. Siz onun yana ish qo'shib shu o'zingizni o'zgartirib. Onu degan o yozilgan dastimda emas, men o'zim 5 obrazning hammasi bir o'zim o'ynab baqay deb shuni bir qiz bola yozgan. Qolgan hammasi o'zim yozgan. Undan keyingi ekan, yangidan yetishayotgan aktyorlarga qanday taklif fikrlaringiz bor? Meni endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga boshqa taklif fikrim yo'q. Lekin bor. Endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga men deydiganim birinchi olib o'zining kasbini so'yib, mush kasb o'qigan ekan, cho'qim buni dinni yeyman deydigan astadil bo'lish kerak. Uni degan o'sha turmush kuzishga mayr bo'lish kerak. Yana birisi odam bo'libmi shu bizniki san'at sohasida ishlayotgan yoki buni degan ishlamoqchi bo'lgan bizniki o'g'il qizlarimizga, ini singillarimiz deydiganim, eng muhimi axloqqa diqqat qilish kerak. Adam şu kasbiy safa, axloqqa diqqat qilmagandan keyin, o mayli qanchalik dangliq bo'lib ketishdan qat'iy nazar, o baribir nolga teng bo'lib ketadi shu. Mening o'zimning o'ylaydiganim nima bo'lsa, balki meningki o'zimning kasbiy maharatim 40% yoki 50% egallasa, tomoshabinlarni shuna jalb qilgan. Balkim jamiyatdagi o'rin, uningdan keyin odamlar bo'lgan munosabat, mushu jihat axloq, uningdan keyin mushu jihatda yana bir 50% egallay uningdan keyin o'zimni masal mukammal deb o'ylayman-chi o'zimmi. Shunga bir odam har qancha talantli bo'lib ketgani bilan, u o'zininki axloqiga, kasbiy safosiga diqqat qilmasa, u uzun bo'lmaydi. U o'tkin shamur deb qo'yamdi, ashta bo'lib qoladi. Shunga meni o'chirsa, o'zining kasbini so'ygan ekan, cho'qim mush kasbda tirishdan boshqa axloqqa diqqat qilsa deyman. Uning ustiga bir ikki etotni o'ynab yoki bir ikki naqshlarla men cho'lpon bo'lib ketdim deb odamga g'adaymay, sal taxir yo'l uzunchu, ba g'adayib ketgandan keyin odam men g'adaygan boshda egmakbek tashkil bo'ladi. Shunga odam kamtarroq bo'lsa deyman. Shunda bo'lganda ilgirlaylik deb o'ylayman bu. Rahmat. Bir yomon bir savol bor. Ma'qul so'rg'in. Mayamini. Agar kichik o'g'lingizdan bugun maktabida ota-onalar yig'ini ichilsa, o yig'inga faqat sizningni berish imkoniyatingiz yuqori bo'lsa, biroq bugun bizning programmamizga qatnashganlarga bizga va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, siz qaysiga boradingiz? Men albatta raskabni qilsam, men mash programma qatnashaman. Chunki bu yerda meni saqlayotganlar, men o'tgan 50-60 saboqdoshlar yoki insinglarım emas, buni men va'da qildim. Odam cho'qim shu va'daga vafo qilish kerak. Odam bo'lganken biz Uyg'urlarda lafzi halol deydigan narsa bor. Biz azaldan hujjatlashgan millat emas. Men lafzi qilgan ekanman, cho'qim shunga berishim kerak. Balanzning hissiyatini o'ylab. Balamning hissiyatini men o'ylayman, to'g'ri. O o'zimning farzandim. Men qanday qilsam, maqatim boramsam, ikkinchi qatim berib olsam bo'ladi. Chunki bu yerda nurg'un odam meni saqlab o'tadi. Undan sirt bu program orqali nurg'un necha million odam ko'rdigan programma. Balkim sizlar buni oldin ola tashviq qilib o'tdinglar. Bir yaxshi aktyor, bir san'atkor bo'lish suhbatimiz bilan
Mayli bizning o'yimizda bir o'lam chiqqan taqdirdami, masalan biz sahnaga chiqqan bo'lsak, ko'zimizning yishini sahnaning keyinda aytib deb, cho'qim tomoshabinlarimizni rozi qilib o'tib, undan keyin tushib yig'lasak, bu kasbiy safoga, kasbiy axloq to'g'ri kelgan bo'ladi. Hatta bu shunday bo'lsin kelgan. 2008-yil dadam tugab ketdi. Biz shu vaqtda Muqam bilan o'tgan kunlar nomli televiziya teatrini suratga olganga tayyorlik qilib bo'lgan. Demak, bu vaqtda bizning idoradan 100 necha odam mang'udi. Menishqa faqat 7 kun qolgan. Anqishda dadam tugab ketgandan keyin men idoradan menga bir kun fursat berdi. Keyin suzib. Men 8 kun 7 kuni dadamning 7 nazarsini berib olib, yana men xizmat ishi bilan aşağı mang'dim. Belki bunu anlayan adamlar bunun vicdanı yokken, özüne de söyleyip kessem o yığılmayın tuğan dep oylaş mümkün. Hem adamga dada, hem adamga bala gerek. Lekin bu kesbini biz özümüz muş kesbini tanlagan kemiz, unchalik bedel төлümsek bo'lmaydi. Film işlayotganda nurg'un adamlar o'ylaydi. Belki biz ama şu kesbde o'qiyotgan bolalarimiz shayad bo'lishi mumkin. Shuni keyin uqish mumkin. Nurg'un adam bu kino ishlaydiganlar, şu san'atla shug'ullanganlar o'ynab, kulib yuradi deb o'ylaydi shu. Bu amaliyot unda emas. Manda aytganda men yaqinda bir materialdan ko'rishimcha, dunyodagi 10 cho'ng xatarlik kasblashiga kino san'atim kiribdi shu. Belki ko'ratimiz Lilanji yaqinda faoliyat bo'lib qoladi ekan, yana bir sanda olib qolibdi, yana bir artist o'lib ketibdi deb. Bu bizning bu kasbimiz hamda bu faqat shu tomoshabinlar yoki kinoxonaga kirib yoki bo'lmasa uyda shu choyni damlab qo'yib, gazini chiqib o'tirib, tillab turib ko'rgan kasb shu bu. Ayrıqamlashmabdi, meri bo'lmabdi deb. Lekin mush kinoga bir kun qatnashsa, ikkinchi dat men qatnashmayman degan bir kasb bu. Jabasini tushundim. Nemishqa biz eng oz deganda bir kunda 17-18 soat ishlaymiz ekan. Filmda. 17-18 soat ishlaganda, anda bizniki mush tamoqlarimizni desek hamda u yerda cho'qim bizga jumlaq pistalda necha xil qo'rma bir narsalar bo'lib ketishini atayin. Ba'zida bizga liqi qansoch bovun to'ng deydi liqi. Shuningga tamoqni qashlab akib turdi. Balkim bir ko'rinishni olib bo'g'ichi ba'zida 2-3 soat o'tib ketib qoladi. Issiqilda asaq shu tamoq ashning ichida ba'zi yerda 40-50 kilometr jiroqlikni jangalga akib turdi. Shuni to'plash umashda ko'p ketgan. Shuni yana shu apaganda killashib paloqli ishlab yetib bilan yana 10 minut yoki 15 minut keyin ishlashimiz kerak. Ondan bu kech kunduz liqi kunda bu ishni qilavergandan keyin charchashga urib ketadi. Shunga xalqarodami kinochilikning umrsal qisqa bo'ladi deydigan narsa bir gap bor. Endi bizniki bu unchalar darajada bek chiq kino yo'q, shu umrim azroq uzun bo'lamdi deyman. Bu kasb shu mushtarak bir kasb endi. Unda asakamış kinolar o'zingiz rolga vaqtda bir kinoga masalan qatnashib qolsangiz, rejissor rol taqsimlaydi-ku. Shu vaqtlarda masalanga sizni ma rolni o'ynaysa desa, "O yo'q, men bu rolni o'ynamayman, menga tushmaydi. Men ani o'ynayman" deyish İşte fırsatınız var mı? Asli bu fırsat var deb bunda desek to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bir aktyor bo'lgan odam shu rejissor o'ylab, shuni o'ynagan desa biz cho'qim shunga bo'ysunishimiz kerak. Shu rolni men o'disini tushmaydi, menga tushmaydi ma rol. Desek bu yaxshi aktyorning gapi emas. Cho'qim biz bu aktyor deganning ma'nosi nima desa, obraz yaratuvchi. Anda bo'lgandan keyin bizning har xil obrazda keladi. Onunla biz çokum oynamasak vaqtimizni yaxshi aktyor degan olmaydi. Gerçi men de hozir shu men rolni o'ynamaydim, a rolni o'ynayman degan fursat bo'lsa-mu, men taqtab boqmadim. Nemishqa deganda maqatimmi shu Nag'ir sadosi yangrgan joy degan filmda men sal mutassibroq bir odamning rolini o'ynadim. Balkim tomoshabinlar ko'rgandan keyin burungi filmlarimda kulgan bo'lsa, meni cho'qim yig'laydi deb qarayman. Chunki bizning kesib bo'ladigan shu montaj biz Shanghaydan kelgan bir ayoldi. Mening shu ko'rinishim kelganda o'tkazib ekan bu. Men hamda rolni o'ynayolmay, shu o'tkazib boramdi deb so'rasam, sening ko'rinishing har qatim chiqqan, men bir qatim yig'layman. Shunga o'tkazib borma. Ondan keyin shu mening ko'rinishim chiqqan yerda tomoshabinlar bir necha yerda biz taxiliqi mukammal bitmadi daqcho buni taqkirish bosqichi shunda bo'lsa men yig'layotdi. Demek biz bir aktör bo'lgan ekanmiz, mayli u qanday rol bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim biz shu rejissorning deganiga bo'ysunib o'zimizni shu obrazga yaqinlashtirishimiz kerak. Aniki mava burun bir itotingiz bor-da, buzuq televizor deb. Shu itotda siz andil asosiyatdan shu e'lonni sökkantingiz, endi e'longa o'zingiz chiqib olasiz hozir demakchi. Nima qiladi desa, men anchaqda men televiziya e'lonini söktüm. Men televiziya e'lonini nima söktüm? Televiziya ilanının hemmisini sökümdüm. Televiziya ilanının içindeki çimenlerinin içinde nazik çimen var degende çimenli gerek ilanını söktüm. Mesela Amerika erlerden kılışmaysız, yani bir nas kılısız deydiğin aşında ilanını söktüm.
Çünkü bu bizdeki ahlakımızga, örf-odatimizga mos kelmaydigan ilonlarni söktüm. Bu ras. Onundan keyin ben ilonga dastlabda chiqmagan. Hatta ben xeyli mezgillik chiqmadim, ondan keyin ixlosli ilonga chiqmadim, birinchi bo'lib. Shu vaqtda o'zimda buning bir hikoyasi va uni bu yerda deb o'tirishimiz zaruriyati yo'q. Nima deganda, men bu masalan uy olgan ukam, en chaqda. Biz bayatlar ilqi etot keçilikning gapini deb berdim. Yana ba'zan deb berdim. Bizga qanchalik foydalanayotganini men sendan so'rab boqay, endi-chu. Sen ukam o'sha yaqinda bir plastinka chiqargan, nechta satding? Necha ming demay nechta satding? Mingga bormidimi? Nechta pul chiqarganding? Onunla şu təxminən şu 100 mingdek məbləğ. Unda asma 800 daldak lin satqan bolsang, hər birini 1000 qoydun satdingmi yo 2000 qoydun satdingmi? Ziyan çıxdı. Yo'q gapda ziyan çıxdı da olsa, 100 ming qo'yishdi. Demak, gap bu yerda. Ben ilqi iqtisodni deb men ilonga chiqdim deganlik emas. To'g'ri, mening o'zimning sökkan ilonimningki o'zim biladigan yeri bor. Balkim buni men demasam tomoshabinlar biladi. Men nima uchun sökkanligimni. Endi bu ilonga men chiqmadim. Çıkmay turib oldim. Hatta men ayni chaqda men o'zimning o'yin oldiganda qarzga oldim. Qarz deykan deymiz-ku. Meni ilonga chiqma deb nurg'un og'illarim tavsiyani bergan. Men shunda qoyilib zadi men deganing to'g'ri. Deb shu vaqtda men o'zim balkim ilonga o'xshayman. Unutmagan. Lekin men o'y oldigan vaqtimda menga yordam qilgan bank bo'ldi. Lekin shu ilonga chiqim degan og'illarimdan birasi menga 5 qo'y pul bermadi. Çünkü sen ma etot keçiligini qılıbatsa, plastikni chiqarbatsa, ziyon tortgandan yoki men o'yladi ekansa degan gapni qilmadi. Bu bir sabab bo'lib qoldi chiqishimga. Yana birisi hamma shirkatninki keladi ekan. Mana siz mushta qilib bersangiz deb. Men shu shirkatninki o'ziniki mahsulotlar haqiqatan ishonchli bo'lsa, o'zim ishlatib boqqandan keyin chiqib berdim. Chiqib bergandan keyin men ish chiqqandan keyin sana o'xshash inlarim keladi ekan, aka, mana bu akamning aksining yana bir aksi bir shirkat qilib ekan, to'g'risini chiqib bersin deb, siz unutib ekansiz, xapma chiqib bersin deb 4 qatim desang, bo'lib turgan deb chiqib berdi ekanmiz. Bunu çıkıp geldiğinden keyin astasdan bu yana bir taraftan ziyon tortsakmı, yana bir taraftan bu bir iqtisodiy kirim. Bunun üstüne biz iqtisodiy kirim qildik deb ishkirning chet elning cho'lponlaridek tag'ada bir is qilib olgan yerimiz yo'q. Chunki bizniki o'zimizniki shirkatlarimizning kuchining amaliy ahvolini qanchalik hammamizga ayon. Anda bo'lgandan keyin men o'zim yana o'yladim. Gerçi men bir şirketninki mahsulotga chiqib qolsam, hozirgacha chiqib bir mening mahsulotim besib qoldi degan shirkatni ko'rdim. Nima deganda shu mahsulot setildi degan gap, buning tijorat doirasi kengirdi degan gap. Kengirgandan keyin bunga nurg'un ish xizmatchilar yana qo'shilib mangdi ekan. Bumi xudolik biz bilib bilmay, ilqi o'zimiz kuch qo'shab, yani nurg'un odamlarning turmushiga, ilqi to'p qo'shishga, ta'sir ko'rsatishga sal foydasi bo'lgan ekan. Shunga endi men ancha-muncha ezib chiqib qo'yatim deb xafa bo'lsam. Keçiriteyim akla. Demek çoğunum nima bo'lsa bu san'atning o'zimi, ilonning o'zimi bu ilaqi biz yaklaydigan narsa emas. Chunki har qanday bir yaxshi mahsulotninki ilon bo'lmasa, hozir pardiz bo'lmasa fikam oqmadi. Bu inoq. Masalan, nurg'un o'xshash xildagi mahsulotlar bor. Kim bir ilonni ishlab olsa, shuninki hozir bozorga chiqib ketib bordi. Hatto tanlov bozoridami sizning iloningiz yo'q deb nurg'un yaxshi mahsulotlarni shu olmaydigan ekan. Uni ustiga sen mashina tizib olganingning o'zimi mush ilon uchun fikam. Olmasa manem siz oldun da ben de sorsam cevap vereceğim. Yani bu ilan mı sanat bir milletninki nurg'un chet eldan kelganlar odatda televizor qarab turib shu millatning qanchalik taraqqiy qilganligini, sodisining qayerdan qayerga borganligini ilonda mufqalaydi ekan. Ha, mamlatning manda narsa va manda zavod va ekan deb dastlabki bir his tuyg'usi shunday keldi ekan. Shunga mening cho'g'a vaqtida bu ilonga mening chiqqandan keyin ham ziynimi bo'lmadi, men ziynimni ko'rmadim. Hem meyli bu özüm üçün emas, meyli şirketinin kim işi oladı iken, özümüzden boladı iken. Hem biz fakat xalqni aldımsak, rast narsaga chiqib bersak, men o'sha bo'ladi ekan deb qardim, shu chiqib o'tdi. Rahmat. Shu vaqtda o'yolganlar hech qanday hech kimni qarz ololmay shu buldigan ishga ma'oda. Abdukarim Abdusuf ham xalqdan qarz olib sattirdi vaqtda. Mana degan itot asli o'zingizdan turmush deymiz. Endi datmanlar degan itot o'zimning turmush emas, shu sening turmushing. Sen şu sana o'xshash xotinlanmagan bolaga ota-onasi ish olsin deb biz aytib bu. Manda bir narsa qistirib qo'ygan keladi. Hamda shu programma nayt yaxshi bo'pti, cho'lpon keldi deb naturally qism qo'yibsizlar. Men bu mana o'zingni xabaring bor, sizlarni qo'llash ustidan. Chunki shunday bir programmaningki vujud chiqish oson emas. Nurg'un odamlar bu yerda deb ketgandek shu ekran qarab o'tirib ko'rsak bo'ladi, ay qanday shotlar bo'lmabdi deb. Har qanday narsaniki bir urug'ni salsak, uning bixlindigan, uning o'sadigan, ko'klaydigan, uniki mevirdigan vaqt bo'ladi-ku. Bu sizning hozir taqba urug' endi ko'kildi. Unda bo'lgandan keyin men buni to'rildim degandek,
bir gapim bor shu. Shu sizlarni bir qo'llasa tomoshabinlar demoqchi. Nima ish qilsa men shu vaqt manda bir misolni bergan. Mana bu so'z bog'chisi bir o'yinchi bor. Men bolalarimga o'ynatgan. Ila bir monch kama. Qo'langa bir bolqinni tutqizib qo'ydi. Ash qo'nchoq, qaysi qo'nchoq 5-klass shuni urishcha tong qilib. O'shunda bo'lgan bo'lsa demoqchi. Nemishqa sizlarning ham işte pishib ketilishinglarga bir tomoshabinlar ozroq fursat bersa, balkim senmi xatolikdan sodir bo'lmaysa, mana shu. Demak, bir yil o'tib ketgandan keyin ikkinchi yil yoki uchinchi yil sen jo'qim donliq riyosatchi millatimizning faxrida batıl qilasiz shu. Bizda shunday bir ishlar bor. Ba'zilar bilan qorilarcha bir silg'andan keyin hammani tillab tushiramiz, supuriblar. Uningdan keyin 2 yildan keyin ya bu masalan kino sohasida desak, bir qiz bolani tillagan bo'lsa, andati, mandati deb toza tillab. 2 yildan keyin ya bir Hollivudning kinosiga, ya bir ishkirning cho'ngroq film qatnashgandan keyin xalqimizning faxrlik qizi. Millatning onasi deb o'zimizni o'rtib maqtalaymiz shu. Shu unda bo'lgandan keyin ba'zi narsaga bakiliqi yuzaga qarmay, ozroq fursat bersa demoqchi. Tomoshabinlarimiz shu. Rahmat aka, rahmat. Endi men mana bu nurg'un o'zimning bichimda o'tgan ishtiboatda uni so'midan o'zim devtay. Mening chidamaydigan yerlarim jiq ba'zi shilifkan. Endi biz tonilgan ekanmiz. Endi bir odam tonilgan odam manda chitqabot ko'pincha holda birsi besim olib ketgan odam-ku. Masalan, bayatın etotning gapini qildik, biz ham chaqchaqlashgan bo'ldik. 10 ta tur gapini qilishdik, bu faqat tomoshabinlarning kayfiyat ko'tarsin deb gapni qilyapmiz-ku. Endi besimni qo'yib ketdik. Men cho'qim o'zim necha vaqtdan beri jang e'lon qilib kelgan. 80-90 yillar manda qilgandim, 2007 yilda mandrak etot o'ynadim, uni degan mandrak qilsam bo'lmaydi deb menayotgan. Endi ba'zida bizga besim olib ketgan gap so'zimiz qo'yib ketdik. Endi bu odamning og'zini tutib olgan bo'lmaydi. Masalan, biz sizlarga o'xshash xotirjam yoki bir kechki bozorga boradigan fursat bo'lmaydi kafkam. Ba'zi bir yerda o'tirgan bo'lmaydi ekan, endi ko'ngil tatgan narsani ba'zi yurolmaydi ekan. Bir bo'g'chilam nima qilsa bo'ladi? Unda qurqalish qilgan. Uni ochiq demay. Yana ba'zi qarsak, masalan, sirtda ya bir mashina saqlab turgan olmaydi ekan, bu bir besim shu. Eng oddiysi men ishkimning oldida, qo'roning oldida yo'lni tursam bir mashina saqlab yoki bolalar mashina kelgichi. Yoki bir ruqyali tursam, ikkisini o'tgan deganni oldim-chu. To'g'rilib ko'dolama. O'tqimamiz. O ruqyali qosimni xotinni paranglashdi toladi. Hamma xotinlar paranglashmay, kimni xotinlar paranglashsam bo'ladi. Hem biz aşkana kirip kaldık hem bizim insan boğandıkken koskumuzu açırken hey, optikirma buz lağmayı yatıdat. Hemen neyini yiyeyim yapka. Bazılarım da şundan şöyle besimden bak kalıp ki. En beş yerler var, optikirma buzun maçını sokap diken. Bırak ya Kasım, hayat kaptan. Optikirma buz aldı tuttağa çıkan, maçını maççıda meclik içip diken tok, kepingen acırtanmay, beşidin krambılı tartıp aptamesma. Hatta şundan yapılma, baptırdıkken şu. Hem bunun gibi kapalı desek, ta kapalı olmaydı. Çünkü hem de tomoshabinlar, bizim halkımız bizi ko'ngil bo'lib o'tdi. Hem de kapılmaydı desek, bu gap so'z bo'laversin şu, ba'zi odamlar ta viborim yozib qo'yganlar bor. Sizlar olsam mustaqil keldi. Gap qilma, inkasım qaytarmadim. Men mikrofon qildi. Endi nima qilsak ularga tushuntirishning zarurati yo'q. Baribir qilib qoladi. Ba'zilar asosan bilgin turibdi. Ammo shunda bir ismdosh odamlar borligini shu. Sho'mish fursatdan foydalanib deb qo'ydim sizlar menda rasoqcha deb qolmoqchi. Men xo'rsam. Rahmat aka, rahmat. Akamda mavu Çolpan keldi programımız resmi qo'yilgandan buyon nurg'ulg'a inkaslar keldi bizga. Aslında %80% Abdukerim abuz qachon chiqadi? Abdukerim qachon bir chiqsa oldi. Ash bu oyda qaraganda ekan to'xta qoldi. Ekran faqat chiqilunimida. Shu bugun biz e'lon qilgancho sizning keldiganligingizni. Qani ekan naq maydon nurg'ulg'an tomoshabinlar, yoshlar yetib keldi. Ularning balkim so'raydigan savollari bor sizdan. Bo'lsa fursat bersam so'raydigan qanday savolinglar bo'lsa, mana Abdukerim kam. So'raslar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zim bu oylik qaran filmni bek yaxshi turib ko'rma. Shuningda Ruqiyadan ayolingiz ro'liq chiqmaydi. Yomon chiqdi shu endi. Endi. Bu filmda bayan ben dedim-ku. Bu Ruqiya Obulqasım'ı aktyor, menmi aktyor. Aş rejissor, mesela şu vaqtida ayol baş personajini xosiyatni üstlep tanlaganken, men onunga ma xosiyat qurban bo'lmaydi, mening Ruqiya Obulqasım chiqsin deydigan tanlashim yo'q. Shunga xosiyat qurban chiqqan. Hem yana şu xato tushunchalar Abdukerim abuz Ruqiya Obulqasımdan ajrashib ketibmi, xosiyat qurban chiqqan deb. Ben shuningda Ruqiya Obulqasımni 3 qismga chiqargan. Balalarim bilan qo'shab. Na, rost. Rahmat. Yana boshqa gap bormi? Assalomu alaykum Abdukerim aka. Va alaykum assalom aka. Siz burundan tatib bizni Itot
kinolarda güldürüp kelgan. Musiqadan ancha-muncha naqshalarni aytilgan bo'lib qaldingiz. Shunga to'g'ri azroq so'zlab beraman ekan. Hozir aytib demoqchiman. O'z aytibazlarni yaxshi naq maydonda aytib, men anglab baqqım bor. Bu drama teatr aktyorlari bu hamma jihatdan tarbiyalanish kerak-ku. Bular masalan sayısınki. Mesela biz o'qiyotgan vaqtimizda maxsus bizni aktyorlikdan boshqa naqsh dars o'tgan. Mana naqsh dars o'tgandimi, asli bizniki teatr fakultetining o'ziniki naqsh o'qituvchilari bor. Şu vaqtda bizning sinfdan yana 4'imizni tanlab, 4 saboqdoshni tanlab, bizda bu musiqa fakultet bo'li rasmiy kasbiy shu naqsh tarbiyalaydigan fakultet shu bu. Shuningda boshqa mang'aligi hozir Bejingga ketgan Mayra Qosim. Aşmalım bana 6 ay şumarım ders ötken. Andın şu vaqtın şaraitida Şinjan Sanat İnstitutu'nun en çoğun bir profesörü var. Juha deyilgan. Juha malum deytok. Özü appak çaşlık, çeşimlerden kesip etken. Yoğan özü bas avazlık. Mene bizim fakültetten bunun avaz yakşı dep şu vaqtın özü şu malumga bizning 4 sabaqdaşını şu o'qituvchi tutib bergan. O o'qituvchi men 3 yil ders bergan. Demek ben 4 yil hem şu naqshidan şu vaqtın özü muntazam terbiyelengen. Ben aralıkta bu naqshini nemish aytmadim desem de ben onundan sırt jazgu chatmundun bakçılık bağlanço bir mezgil. Ben bir 10 yıldak chatmundun bak çağan. Şu vaqtın özünde 9'dan boqum bam teke mening. Haqli 5'ne çağan vaqtida. Ben şu vaqt qal yamını sılıttım. Sançmış bilse ha. Andıman naqsh andan etot oynagan degen ben burun sahnede hatta bir vaqtida ben bir qardayım chiqargan, bir qar lenta o'qitgan vaqtimda. Onun bu nayet yaxşı bazar tapkan. Vaqtı sizlik Abdülkerim abimizin tonumaytınlar. Unda oğandakin bek dikkat qilib ketmegen şu. Çünkü ben o'qitgan vaqtim bo'lg'achqa. Şoma yaqindan beri onun üstüne ben özüm kinoning sirlan boldum, etotni yazdım degan bilan sanda o'ynaydiganqa faqatlik fursat bo'lmadi. Bo'lmagandan ba'zida ancha-muncha özüm ish pishqim naqshim aytib qo'ydim, ras. Ba'zi ancha-muncha she'rim yozib qo'ydim, ras. Gerçi ben bu şiirlerim ilk fevkalade yaxshi bo'lib ketmisimi, ancha-muncha men havaskor bo'lgandan keyin hech kim xafamayotgan debchi. Mesela yazgan şiirlerimden ötkende bir biz koygan şiirimde bir isim gap qilotdi. O'q bir baqa ya? Bir kompletdan chiqamas. Qancha tursang egizda ko'ralaysan jiroqni, ko'ralaysan kechdimi g'uvo yongan chiroqni. Ochmisang sen ko'zingni nazar silib dunyoga, boshqalardan voysimay qo'y o'zingga so'roqni degandek-chi. Wow. Ne faydası ölgen çağda esligendan, hayat çağda qıltaq qurup qasligendan. Qaysi ketmez bu cihandan ecel yetse bir-birinin başlarına destigendan. Şu asasen başta bir kupletini yazmaya ben çık yazamaydıkken küçüm etmeydik ya. Komuş mu yaşarken kibirde esli, pöpükünü tacam dep gadiyip görenler. Akıbet boğruğa ayrılıptı o, kikizinin aslında künde topu yep. Digendek. Aşağı bir heveslerim var. Kon heves verdim ben kaldım. Mene bizim fakültetten bunun avaz yaxşı dep şu vaqtın özde şu malumga bizning 4 saboqdaşını şu o'qituvchi tutib bergan. O o'qituvchi men 3 yil ders bergan. Demek ben 4 yil hem şu naqshidan şu vaqtın özde muntazam terbiyelengan. Avazım bek yaxshi ekan. Avazım tatlıq? Yaxshi. Şu tatlı çıkan vaqtları navat çaydamda pişken kimlerim şofka. Rahmet sizga. Rahmet. Aka unda bo'lsa naqshni yeb chiqdigan. Naq maydonda bir 2 misra anglamaylikmi? Ha, shunda da vallahi. Dalni
Yar senin aramgahı Ya ayvan saray Ya ayvan saray Olup tanrım şahit Saçlarını taray Yar gidersen varay Derizandım varay Yayrın sinesim sayım Ay yokuzda karayım Ay yokuzda karayım Yar kelgece tablet Şam elini turay Kendisem sözüm Yüreğimni yaray Yüreğimni yaray Rahmat aka, rahmat. Endi sen bilen çepremsen? Acayip tırtık be. Nakşı bulamış da bula hem de. Ben heveskar emas Ufkan, bana sot yok. Lekin Qanday sot? jiyalar bir xil ya buna. So'ylab qo'yaman. Ya şu bir Shu qoldi endi. qanmuduq biz. Boshimcha bir jumla sendek, qar ko'zaynikni taqab. Lekin Kechingni sinikida qilib olsam, meni shpigning mistek bunda. Lekin sizlar şu qandolama. Haqiqat qanmuduq şu. Ha. İtotun birine adam kerak olsa biz bağmışada. Biz yetimiz. Ha. Drama ne olsa oynaverimiz biz. Bu ya. Bu arkada kesipno'chi Ufkan, o'ziga tushliq buni alaylik bo'ladi. To'g'ri. Buni bu yerda o'yindiq deb o'ynayversak, o'ynag'ini bo'laverdi. To'g'ri. Lekin menda bir gap bor Ufkan. Mayli endi bu o'yindim deb o'ynayotgan bilan uningga biz bu yerda to'g'ri tushunganimiz bilan, yana biz ama ekranda ko'rdigan yana 10 necha million odam bor. Shularga yarg'idek bir narsa chiqmay qolib qolsa, Ufkan, Abdukarim ablas tugapti. Ya to'g'ri tushundi, to'g'ri tushundi. Bo'ldi. Shunda bir o'ynab bersin, 1 minut. 1 minut ekan. O'totni yolg'iz men olam. Unda bu sen o'yna, men bosish beray o'tir. Bas mazishamdo. Ha. Men o'ynab berayman. O'ynag'ina. Unda bo'lsa bir tema tanlab O'zingda. beraman. Oshxonada deb bir tanlamdi qamsa. Tanla. Oshxona. Siz kiramsa. Nereden kirme? Nereden bo'lsa? Ben o'tirib bo'lgan Ufkan boshqanda. Seni saqlab qoldim. Men xerida bo'lay, ya siz xerida bo'ling. Xeridarim men bu pray bo'pti, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men yaxshi. Nim tomoq yeysiz? Nim bu? Suv, asalchi. Asalchi? Ha. Men Ufkan tomoq ekan kirgan, asalchi kirgan ekan. Ya tomoq chiqqicha bek saqlab qolsiz. Rahmat, akşam bekor emaslar Ufkan, menga qaynoq suvga kirib turing. Qaynoq suv ish ko'ngilti ishlabdi Ufkan. Bizning qaynoq suv qaynatadiganimiz buzilib qolibdi-ki. Sovuq suv olsin mayli Ufkan. Ya turbudan suv faqat chiqmayapti. Şu akamda mani ishkash tursangiz, hozir bir tomoqdan birini desangiz, men bir ayt deb ma shogird bolaga bir buyurib etsam. Ama bundan bir samsun bir 5 deb qo'ysa Ufkan. Samsima? O chiqmaydi. Ha? O chiqmaydi. Nima chiqdi Ufkan? Ya samsida boshqa nima chiqdi? Mantiva Ufkan. Mantima? Ha. Ilaqib faqat povlaydigan bir narsa chiqmaydimi oshxonada? Undan boshqa bir Mana zo'laydiganlar chiqdi, onda polga chiqmaydi. Ha, Ufkan, lag'man bo'lsin chiqsa. lag'manmi? Ha. İnchkirak sepasimi yoki israf? Ufkan, qanday asosan qo'saq to'yg'idek mi chiqsalamaslar? Seni jiq salayman. Ufkan. Nima qilsam qo'saqni to'yg'izlab bo'ldi jiba. Masla. Aras, ma bir shogird bo'lyapti, ma lag'manni munda tashlaydigancho. O'labdimi? Yo'q. Ma qo'l mishadili kesilib, yo'q, doktorxon ketgan, shu u bola kapoch bek saqlab. Unda o'z ishkim shu doktorxonga boshpalni yo'qlab kelgan Ufkan tamom kishisi. Boshqa narsani bir chiqarib beray, tayyor narsa bo'lsa. Sho'yli bormi? Sho'yli osh chiqmaydi. Nima chiqmabdi? Ha. To'lov bormi?
Polona dümleydik ama kazan teşlik çıkıyor. Unda o sukam silmiyet küçüklük kılımında bu yer tok koyamız sizge. Endi atay tek yakın etrafta başka aşkanı yok. Ama ya da teyyalan bir kıp koygan bir tamak var. Şunu açık verip dursam, apımı İş kağındı, he? Pulnama yerimini versem şurama ama burada ki. Şunda boş bulama. Sili yemem ufkam ben pütüllü bir pulne. Müşkü hazır mı ufkam kosakların çaplışı başı aralı kapsa hazır. Aç gözanlı bir yiyip deme pütüllü pul vereyim. Oba bombayı satıttık bu ne? Bu senelik bir gap batı şunu esin gap kaldı mı ya? Divandan paçından neyse çuşun buzulmayı datkan. Ben yakına çıkıyorum ufkama bay iş bağlar ben yemsemim bolu. Ha onda olsa şunlar mı çıkıp vereyim ha? Bekle. Yanlış mı kiriş gibi ama? Neniki ya? Tötüz doktorxanadan. Ya. Şunu kaptı olsan ha? Sen nasıl hata kırıp kapsan maçkan en yaxşısı sen tötüz doktorlar davalansan olur. Rahmet. Lan Nahmedan'da bana hiç şimdi dep koymayma özden kıldın keyin ma aptırmamız anda oynaptı gap çıkıp kalmışsın cuma yana. Anı mı iyice? Boğulan fi. Yakıfkan bak. Halkın kalbisi eğil bulamazsın. Hoş rahmet. Ma aptın kullanma atkaladın sen. Hoş aka rahmet onda olsa. Kiteyim de. Bak programımızdan vaktimi tuşup kapıya diken. Bak bunda bas bombaydı bu. Andı kızotqa vakta. Andı kızotqa vakt şundan valla. Bak bir nas kıllı bu bombaydı bu. Ondan sonra lagman kılmayalım. Hoş rahmet aka anda astaylıga qilsam programımızdan şu vakti tuşup kaptı. Ben şahsen bek absolut kitib baraman. Siz abay sen de siz bilan birga o'tirib paranglashqa vaqtdan boshlab o'zimni bek baxt his qildim jo abay. Sen baxtın içilip gitti ufka. İşkişlik ama toyan okusun sen. Mishal bir sen turib yaqin orliqda işte erkin paranglashligimdan o'zimni rost bek baxt his qildim. Bugun bek rahmat aka. Sizni bek avar qilyapti ekan. Gerçi kop itot oynab bermidingiz, ko'nglimiz keldi. Ben kopap itot oynaydigan vaqtim bor. Şunu bugün oturup aldım. Ben kopqalığımda meni vaqt to'xtatib olmaysa. Abi başlanışlam o'tolmaydigan ishkan xasta. Aslında treyversen bo'libdi ekan. Çatak tutqasın. Nadallik qildim men. Unda bo'lsa aka, buningdan keyingi san'at ishlaringiz texmo yo'llar ochiq bo'lsin, texmo gullansin. Buningdan keyin texmo yo'q natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz aka. Rahmat. Rahmat aka, bundan keyin Cho'lpon TV programmamizga yana vaqtingiz bo'lsa, kelmishda o'tirib bersangiz mayli. Ma'qul. Rahmat, hayatımdan beri enim Nurali bilan mana shu Okean televiziyasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishtirish fursatiga ega qildi. Bunga istagim ko'pdan ko'p rahmat. Men uzun bo'lib ketgan shu ekranlarga chiqmag'ili. Bugun aqasinglar bilan nayt obdan montaj oldik deb o'ylayman. Uning hayatımdan beri deyilgan gapning hammasi bu yerda biz burun tayyorlik qilgan mana o'zi o'tiribdi yoki menga savolni chiqarib degan gaplar emas. Bunda cho'qim odam degan nuqsonsiz bo'lmaydi. Mendan balkim nurg'un xato gap so'zlar chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalar chaqchaqlab deyilib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga arkadaşlarning men afv qilishingni umid qilaman. Bosh aka, undan so'ng bundan keyin yana qadam tashrif qilishingizni chin ko'nglimda umid qilman aka. Rahmat. Bak chandadingizmi? Rahmat. Rahmat aka. Rahmat.